Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorish ishqibozlari. Sizlar bilan Diyoruz kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 1-aprel haftaning seshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek mol bozoridan. Yana bola sigillari qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videomiz sizlarga SMS tarz etib boradi. Xo'sh, davomli bo'lasizmi ekan? Nechinchi bola? Birinchi bola bolasi xunachidan ekan. Obunachilar bolasi necha kunlik bo'ldi? 8-mart kuni tug'ilgan. Qaysi kanal? Diyoruz. 8-mart kuni tug'ilibdi aziz obunachilar. Mana bo'ladigan narsa ekan. Suti nechta ekan aka? 5 ta. 5 litr suti berilyapti. Yillari ham o'qigan ekan. Molimiz bo'yi 1.35 kg chiqadi aziz obunachilar. Birinchi bola. Mana. Shakuro ekan o'sha yerda to'g'ri. Necha pul berishdi bunga aka? 21,5. Necha pul deyapsiz do'stlar? 25. 25 million narx aytilyapti. 21,5 million savdosi bo'lyapti aziz obunachilar sigirimiz. Mana. Telefon nomeri aytiladimi tog'a? Telefon nomeri aytiladi. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Hojaga buni bolasizmi ekan? Nechinchi bola? 4-chi bola bolasi xunachidan ekan aziz obunachilar. Bu qirg'izdan o'tganmi yo Messi shvedlardanmi? Qirg'izmi? Qirg'izdan o'tgan aziz obunachilar. Molimiz bo'yi 1.30 kg chiqadi. Nechta suti bor ekan? 10 litr suti berilyapti aziz obunachilar. Sizlarimiz hamma yo'llari joyida ekan. Mana. Necha kunlik bo'ldi aka bolasi? Necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik bo'ldi. Bu ham toza shved ekan. Obunachilar. Bunga necha pul berishdi aka? 24 million 200 ming. O'z necha pul deyapsiz? 28 million so'm narx aytilyapti. 24 million 200 ming savdosi bo'lyapti aziz obunachilar. Mana molimiz orqa yo'nliklari. Aka, telefon nomeri aytiladimi? Ayting. Ayting. 97lik 100 01 21. 100 01 21. Yoqqan bo'lsa telefon olaveringlar mana. Toza shved so'raganlarga qirg'izdan o'tgan. Mana. Obunachilar. Aka bolasi nima ekan buni? Nechinchi bola? Obunachilar ikkinchi bola bolasi xunachidan. Nechta suti bor ekan? 15 litr suv berilyapti. Omon mol hamma yo'g'i go'zal ekan. To'g'ri beriladi, obunachilar ham o'qiydi. Mana. Molimiz bo'yi 1.25 kg chiqadi. Bu qirg'iza toza shved qirg'izdan o'tgan obunachilar. Mana. Xo'jalikka ham sho'radi, fermaga ham sho'radi. Joningizgina sut beradigan sigirlarimiz. Aka bunga necha pul berishdi? O'z necha pul deyapsiz? 30 million so'm narx aytilyapti, 26 million so'm savdosi bo'lyapti aziz obunachilar. Aka telefon nomeri aytilamizni qalay ayting. 94lik 716 1003. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Kelishtirib beriladi. Hojaga buni ovozmi? Nechinchi bola ekan aka bu? Birinchi bola bolasi novoz aziz obunachilar. Bu Angus yana. Angus. Mana. Molimiz bo'yi 1.30 kg chiqadi aziz obunachilar. Suti nechta ekan davomini? Mana endi. Bola yemayaptimi? Bolasi yemayapti. Ammo mol eti o'tanaqa ekan aziz obunachilar. Angus so'raganlar. Bola novoz. Bugun necha pul berishdi tog'a? O'zlaring necha pul deyapsizlar? 40 million so'm narx aytilyapti ekan, 33 million so'm savdosi bo'lyapti. Obunachilar. Mana. Tog'a telefon nomeri aytilamizmi? Qalayga telefon nomeri aytiladimi? Qalayga ayting. 91lik 91lik 607 607 43 30 30. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar aziz obunachilar. Go'shtga ishlayman degan akalarimiz. Mana. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Aziz obunachilar, ikkinchi bola bolasi novoz. Bu qirg'izdan o'tganmi? Qirg'iz mol so'raganlar aziz obunachilar, qirg'iz shvedidan. Bola novoz ekan. Bu necha kunlik bo'ldi bu? 2 haftalik bo'ldi aziz obunachilar. Bo'ladigan narsa ekan bular. Nechta litr suti bor ekan? Aka buni Mana endi o'qiy.
12-13 litr sutiga berilyapti. So'g'il yengil sprayt deyiladi. Asosan dimlangan yo'q ekan molimiz. Molimiz bo'yi 1.35 plus chiqadi. Orqa yo'g'onlari o'ta yo'g'on ekan. Mana asosan. Persepda shilvopcha kelya. Bunga necha pul berishdi? 28,5 berdi. O'zlar necha pul deyapsizlar? 32 deyapsiz. 32 million so'm narx aytilyapti ekan. 28,5 mi? 28 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan hisoblashlar. Mana shu Bo'ladigani qancha shuni bor? bolani qo'yib yuborsalaring bu to'lab ketadi hisoblashlar. Bola. Qiziqali telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 88lik 132 5100. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Kelishtirib beriladi hisoblashlar. Boshqa bolasimi ekan? Novosmi? Nechinchi bola? Bolasi xonasi 3-bola hisoblashda toza shved so'raganlar. Qirg'izdan o'tgan aka. Qirg'izdan o'tgan. Orqa yo'nlari ham o'ta yo'g'on. Hisoblashda yerinlari yetib boradi. Nechta sut bor ekan davomini? 12 litr sutga berilyapti. 10 litrga berilyapti hisoblashda. Mana. Yerinlari ham o'qigan. Molimiz bo'yi 1.35 plus chiqadi hisoblashda. Mana. Oqtunchi. 5 kun. 5 kunlik bo'ldim bola. 5 kunlik bo'ldi. Bu ham toza shved ekan. Mana. Bunga necha pul berishdi, tog'a? 26 million 700 ming. O'z necha pul deyapsiz? 30 million. 30 million so'm narx aytilyapti, 26 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti. Mana. Telefon nomeri aytiladimi, tog'a? 91lik. 91lik 171 171 0677. 0677 mana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Kelishtirib beriladi. Fermaga ham cho'radi, xo'jalikka ham cho'radi. Hisoblashlar. Aka buni bolasimi ekan? Nechinchi bola? 3-bola bolasi xonasi. Bu ham qirg'izdan o'tgan hisoblashlar, toza shved. Yellari ham o'qa yelin ekan. Nechta sut bor ekan? 15 litrga berilyapti. Orqa yo'nlari ham o'ta yo'g'on hisoblashlar. Buni bolasi nima ekan aka? Bosh tomon juda zo'r soxta hisoblashlar. Mana. Bunga necha pul berishdi aka? 500 ga o'rtay bo'ladimi aka? O'z necha pul deyapsiz? 35 million so'm narx aytilyapti. 29 million so'm 500 ming savdosi bo'lyapti. Mana. Rosa ferma bor ekan. Fermaga rosa tashiydigan sigirlarni hisoblashlar. Mana. Aka telefon nomeri aytiladimi? Bu bozoringizni bersin. Boshqa bolasi novosmi, onasimi? Nechinchi bola? Birinchi bola hisoblashlar. Bolasi xonasidan ekan. Mana. Nechta suti bor ekan buni? 20 litrga berilyapti. Mana yerlari ham 4 joyda. Molimiz bo'yi 1.50 atrofida chiqadi hisoblashlar. Mana. Bunga necha pul savdosi bo'lyapti? 46 million kam bor. Necha pul dedingiz? 46 million kam. 40 savdosi-chi? Savdosi bo'lyapti endi. 46 million so'm narx aytilyapti ekan, savdosi aytish kelmayapti tog'amiz. Mana. Hisoblashlar yaxshi narsa ekan. To'g'ri telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 99lik 99lik 910 910 91 57 mana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Xonada bormi yo'qmi? Bu boshamizni bilmayman. Gumonmi? Xonada gumon ekan. Boshlovni bolasimi ekan? Nechinchi bola? Birinchi bola. Birinchi bola bolasidan olsa hisoblash. To'rtdan. 4 don ekan. Suti nechta ekan? 20 litr sut berilyapti hisoblashda. Mana yillar. Molimiz bo'yi 1.50 atrofida chiqadi bu. Mana orqa yo'g'onlar. Farqi fermaga tushadigan sigirlarni hisoblashda. Doimiy savdosi nechta bo'lyapti? Bu 38,5 da to'xtadi. O'z nechta bo'lyapti? 45 deyapti. 45 million so'm narx aytilyapti ekan, 38 million 500 ming savdosi bo'lyapti ekan hisoblashda. Mana. Bu xonada bormi yo'q? Endi fermada yurgan Alloh. Jumonmi? Jumonga berilyapti hisoblashda. Do telefon nomeri aytilamiz qalay? Ana shu nomermi? Hozirgi nomerga telefon qilaveringlar, kalasi bitta ekan. Mana. Qarasa bir-biriga par ekan hisoblashda. Aka bu necha oylik bo'ldi, novoz?
4 oylikmi, nechinchi bola? Ben oynamıyorum. Ay, отдельныйmi? Aziz onalar, 4 oylikni o'g'si ekanmiz. Bu nech pul berishdi bunga? 18 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ladigan narsa. Bu o'zichi qonida bormi aka buni? Qisirmi? Nechta suti bor? Orqa yo'llari ham joyida ekan. 10 litr sutga berilyapti. Mana yuzlari ham o'xshaydi. Molimiz bo'yi 1.45 atrofida chiqadi. Zonashda. Bu nechta tuqqan? To'rtta. 4 ta tuqqan ekan. Mana. Aka, telefon nomeri aytilammi qiziqqanlarga? Telefon nomer? Degan O savdosi nech pul dedingizmi o'zini? 18 ya. 18 yarim. O'zi nech pul deyapsiz? Bu 22 deyapti aka. Yo'qmi uni? Uni 20. 20 million so'm narx aytilyapti, 18 million so'm savdosi bo'lyapti domlashlar. Boshda bu ham novvosmi? Novvos ekan, nechinchi bola? Nechinchi bola? 3-chi bola bolasi novvos domlashlar. Bu necha oylik bo'ldi? Necha oylik bo'ldi? Oshda 3 oylik bo'ldi. Qirg'izdan o'tgan-a bu? Ona toza shvet ekan domlashlar. Mana. Yenlari ham, o'rmonlari ham joyida ekan. Semiz mol ekan. Oshda nechta suti bor ekan? 12 litr sutga berilyapti. Molimiz bo'yi 1.30 kilo chiqadi. Savdosi nech bo'lyapti aka, to'g'ri? Savdosi nech bo'lyapti? 2 million 400. O'zi nech bo'lyapti? 38 million so'm narx aytilyapti, 33 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan zonashda. Fermaga ham so'radi, xo'jalikka ham so'radi bu sigirni. To'g'ri, telefon nomeri ayting endi qiziqalang. 91lik 128 0783. Yo'qqa bo'lsa telefon qilaveringlar. Bolasi xonasimi to'g'ri? Nechinchi bola? 3-chi. 3-chi bola bolasi xonasi zonashlar. Qirg'izdan o'tgan-a? Toza qirg'izdan. Tamalari ham turibdi. Suti nechta ekan? 7 litr berilyapti. Yenlari ham o'xshaydi. Mana zonashlar. Dimlanmagan. Dimlangan yo'q. O'qdim shu kanallari ham joyida molim. Yana bormi? Molimiz bo'yi 125 plus chiqadi zonashlar. Bunga nech pul savdosi bo'lyapti, to'g'ri? Hozir 20 pul qilishyapti. O'zi nech pul deyapti? 25 deyapti. 25 million so'm narx aytilyapti, 20 million so'm tevasida savdosi bo'lyapti. Bu bolasi qanchalik bo'ldi? 20 kunga boryapti. 20 kunlik 18 kunlik bo'ldi deyilyapti, aytmoqchilar. Bola ham toza shib ekan. Bir chini qaymoq bor. Bir chini qaymoqqa berilyapti. O'zi bu shvedlar qaymaqli bo'ladi, uslari ham. Boshqa mollardan ajralib turadi ashtarsa. To telefon nomeri ayting. 94lik 435 9336. Uyda yana bora? Uyda yana ikkita bor. Vasha bolasini ovozdan kerak edi menga, qirg'izdan o'tgan shved so'raganlarga akaga telefon qilaverasizlar. Mollar ko'p ekan. Har xil turlardan bo'ladi ekan, to'g'risi. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi. Ammo kelajagi bosib kerak. Mana banklarda ham tamalari bor ekan. Aziz obraslar, yana bolasi yillari qo'ldan kelgancha yoritib berdi. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring, videoimizlarga SMS tarzida yetib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.